emas birdamlik u balki boylik ya xotirjamlik Meyslanma anjir mehnatda bo'lmas ekan her ishim tanlik yiqilsan beri julaydi Acır bilen hayat güllaydi İşenç bilen baksan adiye Yıllar alğadaydı Baxıt her kimning ko'zida har xil U bir odam yoki bir fursat Baxıt qanoatdir bilgin U bir didor yoki bir talxa Maşina numarayını kıraldınız mı? 703 fakat da kapatmadım. Bizden bu vakayet belgelce bizden küstahimiz emasken. Bunun birden bir yapıcısız. Çoğumuz emas bilan. Ma'qul bo'ldi. Ras mashinanki rengi bilan markasini o'ylab ko'rgansiz? Rangi kulrang. Markasi bo'lsa shunday bo'layman. Bo'ldi ismingiz? Filora. Har qanday yapıcı olsa bizlar aloqasi turgan. Bo'ldi. Ben bu dilon patladı çıkma. Oldu ha? Bo'ldi. Hadi çay içkeştim. Kızım, sizga bek rahmet. Undaq Mesela siz yo'q bo'lgan bo'lsangiz, biz qanday qilardik? Elimsiz bo'lib qolibsiz. Bo'lmasa Rafayish kelan qanday qildik bolam? Undaq demang ada. Lider cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Men kelsa boramiz bolam. Tezmoshga kelmisan? Dada. Apa dadamning ahvoli qandayroq? Dada hozir hali yaxshi qoldi bolam. Ilma qizimga rahmat dadam qutqizibdi. Biz ishkelar qanday qildik bolam? Yig'lama ada, yig'lama. Cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Apa dadam qachon o'shiq kelayotgan? Doktorlar qarab boqaydi deydi. Küstüm. Rahmet balamızın rahmet. Apa, bo'ldi yig'lama, ha? Yig'lama. Yig'lama apa. Apa, doktor qayerda? Men chiqib doktor bilan ko'rishib kiray. Rafael kendin çıkıp bakaydı. Aka. Ya masalan bir qizg'on ikkimiz tang yaxshi ko'rib qolsa qanday bo'ladi? Endi men cho'ng olgandan keyin raqasinglarga o'tinib beraman. Oh. Nima? O nima ish oldi? Ma'qul. Qitamchiq. Mana ish chiqdi. Bo'la. Bilasizmi bilmamsiz? Bilaman jura. Attamni uyoqman. O'sha bu birini chiqargan bo'lgan ekan. So'rsin omondan. O'sha oqsoqolman shu manda. Ha, ma'lum mana ana. Ha, shu manda. Jura. Ne? Bo'ldi. Men bosh kiraman.
Ballarım, bizning bu yosh vaqtlarimiz bo'lgan. O chaqda biz mu hissiyatga berilib ish qilardik. Vaqtning o'tishiga ergishib chiqishlarni tushundik. Turmush hech kimga oson emas ballarım. Ba'zi vaqtlarda sizlarga bek havas qilaman. Nimani xohlasanglar shuni qila olasizlar. Chunki ota-onanglar sizlarga turk bo'lib beradi emasmi? Mening kamchiliklarim bor ballarım. Biz mu tug'ilishdan dad bo'lib tug'ilmagan. Bu mu tunji qitim bizning dad bo'lib yaşayışımız. Nurgun işlerini öğrenmesek olmaydı. Şuna dadılarının kemçiliklerini köçürüktün la ballarım. Rafail. Ha? Balam, dadamın gepini anladın mı? Anladım. Dadam düşün. Dadam asan emas. Dadamın şirketini kurman dep nimce balanı tattı. Senin hazır köyünün şehvetlik bina, isil maşina, şirketdeki müştavıldı geldi oyluğa okşaysa balam onda emas. Hayat mı şu? Xudu biz ayol kişiler işlegen kanvayga o'xshash. Bunda qarsanlar po'raklab ketgan shunchalar chiroyli gullar. İçini içip görüp etdilar. Minglagan jingni bilan qo'ldirib sanjab tikib chiqdi. Şirket degan bu shunga o'xshaydi qaranglar. Shuning uchun dadam tushunib, bundan keyin dadam yordam qilgan baldirim. Sizlarmi shu? Ulamda baldirim, ota-onalar hammasi bala deb yashaymiz biz. Sizlarni gapinglar baldirim, ota-onalarni avaylab tushuninglar. Ulamda Pek yaxshi gap bo'ldi bu. Bek bilan gap bo'ldi juma. Bizning kichik vaqtimizda ota-onamizni tushunmaydik. Bularni cho'ng bo'lganda tushunib qoladi, ha? Tushunib qoladi. Qimmatli dadamiz biz mang'ashtirladi. Sen paransiya. Yaxshi tavarnom juma da qilsa. O'zingiz asra. Birdan o'tasan da Ya bo'ldi biz yana. Sizlar paransiya ola. Sizler otur. yaxshimi o'rdan turdim adash. Shu yili idorani bag'an temsin izlab, shu bir doktorxonada dedi, shu darhol chepib keldim adash. Undan turib o'tirsan. Yaxshi. Voy bek, Yaxshi qoldim. Tuzuk bilim ekilen dedim sana da. Şu azrakla şu karışık zanjibil şey ekeldim. Şifa qilib qolar. Rahmat. Hammasini tushirdikan. Rahmat. Ko'nglim tushunsan da g'inam. Rahmat. Azmaydi. Sizlarni mush yergacha uzatay. Bo'ldi, sen ko'p qilib bo'ldi. Nega borsizlar? Dadamdan qo'shib kelaymi-ki? Sancha Ben şu dadamdan kurashib kelayim. Hem şu dadamdan berib kelayim. Bo'ptamsa, telefonlashayli. Ma'qul. ma'qulsan kerak. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Yarasi. Manda qilib dadamga qo'shib uzun javob berib boqdim. Qamariddinlar o gapni qilgandan keyin men rasmiy bir xil bo'lib qoldim dash. Berib ko'rib keldi. Ben pek oynayıp tuttular, işte adamla görüşeceğim sanmamda. Muşta gapni olsak yüzümüzde topamay qolmoqchimiz. Chiqaveramiz. Rahmat sizga. Siz qilsansiz bo'ldi. Bu yerda tursiz-ku. Birdam turay deb. Akina men olay. Bo'ldi. Dadangiz bizning ishimizga qo'shilmaydi. U qo'shilmagan taqdirdami men siz bilan to'y qilaman. Bu nima deganingiz? Atan qo'shilmagan ish yaxshi bo'lmaydi. Men ota-onamdan ayrilib qoldim. Shu bilan o'z ota-onamga ko'rib razil qilmoqim bor. Men ularni ma'qul keltiraman. Ondan sizni baxtli qilaman. Tatsi, hazır ayağa çıkıp Rafail'la kızın gepini anlap kaldım. Bunda qarsam, o kızım xil iş bildiğen, öz özünü tutuğan, yaxşı kızda kırdı. Ama neçə gün o sizgim şimdi amdan qardı. Balnik atanları yokken, şunun qarğandı
Bu ikisi bir-birini bilan yaxshi ko'rishib qoldimi? Qanday qilsaqmi endi? Üzmey. Nima? U Florada yürüyüptü-mi? Chidab qilmag'ina. Ko'ngliga tamom bo'lmasa, U çok qo'mon mas'ul bo'lish kerak. o'yin qo'yma. İşlerin hemmini Rafael qilib qoldi. Rafael? Nimani uqdi? Nimani uqdi? Ansam Rafael bu kuni kechda mas'ul qaytibdi. Hozir yotoq ulashib qolibdi. Shunami? Attigina hozir yalbirib fankasa kirasan yotoqqa. O'yin degani munda qo'ysa deyna. Sen qo'l qo'ydingmi? Dostum, ishlar. Melli bo'ladi ekan, men ularni hargiz murodiga yetkazmayman. Men erishamagan narsaga ularning erishish haqqi yo'q. Bildingmi? Qizaldimi qizala? Loban, bana bu gülünü uğrap veremsiz. Kütkinim kep emas bir quchoq mehr bo'lsa yetidi mana bag'rini ichib kelsan gar shu an suyib qo'ygin demayman sana baxtga men kechikkan biri anasının yo'qlig'imsan azap oldu sögüde biri kıynar hicran imkansız visa sevgine suyun üstüne bir sadakat bulmasa dilda ben bileyim aşkın yok bana sögünde koysam bu dilda sevgine suyun aşkına bir sadakat bulunsa dilda ben bileyim aşkım yok bana sögünümde koysam bu dilda sarlandım bir talayligimden öz yüzümü bahtsız sana ketdi davası sen bilen bo'ldi para yuragim qana men baxtga ketgan biri anasının yo'q qolmaysan azap bo'ldi shu yuta beri kıynar hicran imkansız visa sevgine suyun aşkına bir sadakat bulunsa dilda Vay yaman taske mantıklı. Rafael? Bu ne? Bu adamın bir ciddiyse, bu da ciddileştiğinden göre bakmak gibi mi? Dadamni ko'rsam bunda jiddiylashmaysan sen. Ulan qanday olsun chiroyli qiz ekan bu hamda. Qalayimqan gap qilmanglar Lat qilasan, mayani menga bir bo'ldi. Ha, munda qilayli. Men telefon qilib olay, ha?
sen. Voy. Nima ish qilyapsiz? Mundaq ish qilsam. Men asli sizni epkilay degan. Biroq hozir opam telefon qilib ekan. Birisiga bir narsa olib beradigan ekan. Shunga shu kinoxonadalam ko'rishaylikmikin degan. Ma'qul bo'ladi. Siz hozirda yo'lga chiqing. Elina sizni eshik oldida saqlab tursin. Ma'qul, sal turib ko'rishaylik. Xo'sh. Sen nima ish etdingsan ya? To'y qilmasan sen. Ben hayacanlanma hazır. En son ağır çıkaya. Yamay. Su bir balık ya. İşte kılay balık işte cantıra başlamadı. Ha? Kılay mal kadar çıkıyor ya. Okey. Sen çekiyor mu? Çekiyorsun. Men. Okey. Ha. Sen çıkıp oldun mu? Az qoldi. Sen o'tlab turma chaqirib Fayfa beray. Erpanchi. Hozir chaqirib kirma. O'ltirib tur. Hozirlik kirma. O'zim chiqay bo'ldi. Bar dedi jahanda nene güzeller Ve lekin görmedim sen kabi rana Gözlerin zinnettir ushbu hayatga Sözlerin beridi baxtimga ma'no Gülgende ben koyas qiladi jilva Chochlaring qarisi tunga ulashgan Leving gulbargida kirpigim tekkan Zinag'ing yuzingga bakmu yarasgan Şu kadar yakınlık, şu kadar şehrin Sözlerim bulmalı, qiladi mest xush Ar benim yok benim, özünden beri İçimdir hemisi, meslilik ucuz Şu kadar yakınlık, şu kadar Şu kadar yakınlık, şu kadar Şu kadar yakınlık, şu kadar Gelmeydiğin iş yok da mı ya? Aram taptım bir amaldan qoldirildi. Men olmay sonda ratish bergan bo'lsa. Nima bo'ldi?